Yunusoboddda bola qolib ketgan mashina sapravoziyat qilib keta olasiz, probka bo'lib ketibdi hamma yoq. Iloji bormi aka? Yunusobodda lokatsiyasini tashib beraman sizga. Nomeringizni ayting menga. 52 51. Haydang aka, ichida yosh bola ekanda. Hoppa, ketdi mana. Tez boramiz xudo xolasa. Mana shu akamiz orqalaridan qolmasak, xudo xolasa tez yetib boramiz inshaalloh. Yosh bolacha qolib ketgan 2 yoshli bola. Ko'rasizlar, probka o'yatibdi. O'shaning uchun iloji boricha sapravoziyani qilib ketgan aka dedim. Vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burch nasib etdilar. Lekin burchlarni bajaryaptilar inshaalloh borib. Ancha probka joydan o'tib oldik. Ummon qizil o'yatibdi, probka ko'rasizlarmi hamma yo'q. Gap yo'q lekin borib hamma cho'nyapti. To'xtab turinglar, to'xtang. Gap yo'q lekin. Lekin radarlarga umuman sekinlashmayapmiz borib. Malglamnisi yosh bolachani sog'lig'i bo'ladi. Xudo xolasa tez yetib boramiz. Juda ham tez olib ketyaptilar lekin. Boya yarim soat 40 minut ko'rsatgan joyga 10 minut ko'rsatyapti уже. Eng glavniy probkalardan o'tib oldik, xudo xolasa. O, gap yo'q lekin hamma yo'l beryapti lekin borib ko'z tegmasin. Bu kichkina tebek ko'cha bor ekan, o'sha xayliya. Lekin aka 47 minut ko'rsatyapti. Shonasini 20 minutda keldim уже. Aka, bu yo'g'a ekan. Aka, ketdingizmi siz? Rahmat aka, joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Lekin qanaqa tez kelganimni tushunmadim men o'zim borib. Nima bo'ldi? Kalt ichida qolib ketdimi? Voy, kichkinaligini buni. Kalt qayerda buni? Ichida. U animi? Qarasini, o'shab turishini. Bo'ldi. Keling dedi. Voy, chirilligini. Jim o'tirishini. Charchamayli. Bizada bola qolib ketsa tekin bizada qolib ketsa. Charchamayli. Qo'yavering keyin. Salomat bo'ling. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Namuncha o'qma qilib tashlading deyishinglar mumkin. Qaranglar, savol sizlarga 40 minut bitta mashinaning ichida oynani ochmasdan o'tirsanglar, nafasinglar ichiga qaytib ketmaydimi? Misol uchun, sog'lom insonni ham nafasi ichiga qaytib ketib qoladi. 774 VSK nomerli Gay akamizga Abdushir rahmat, respekt deb yozib ketinglar. Shu akamizni jonlari sog' bo'lsin. Joyida vurujat qildilar lekin. Keyin qaranglar, podpiska tashlab kuzatinglar, iloji boricha podpiska tashlab qo'yinglar. Mana shunaqa situatsiya bo'lib qolishi mumkin. Bo'lmasin iloyim, bo'lib qoladigan bo'lsa 24/7 aloqadamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Hammanglarga rahmat.